Ana obunachilar. O'zi ham faqat yo'q ichida pishibdi ana uni qaranda mana. O, jizeli non shikaliga bu. Ismingiz nima? Soliha. Soliha. Siznikichi? Afruza. Obunachilar mana qaranglar. Mana qanaqa istaga ekan, muzda joy. Obunachilar, balig'i qishda yeyiladi deyishadi, ko'p aytishadi obunachilar. Obunachilar mana qaranglar. Uncha mo'shni o'tmaydigan joyda ham bunaqa novxona ochilgan mana. Joningiz sog' bo'lsin. Mana bizni men aytayotgan stilda. O, non bitta. O. Non go'zal-ku. Nech pul ekan bu? 10 mingdanmi? O, jizeli non shikaliga bu. O, jizeli shikali o'qidlar. Qarang. Voy. Bu nech pul opa? Bu ham 10 ming. O. O'zingiz yopasizmi deyman ha? Yo'q, oylar yo'q. Ma tandirda ishlatasizlarmi yo tashqaridagindami? Qarang, obunachilar. O'ta zo'r shinamagansiz ham. Ma. Allah qarang. O, mana tandir. Mana men aytayotgan zakasni gerilkadan ekan bu ham. Tandir ichini qaranglar, o'ta zo'r. Sizlar shayni non yopasizlarmi? Yo'q, yo'q. Voy, kichkina bo'lib ichiga cho'l yopadilarmi? Yo'q. Ha. Ular boqa. Ha, siz non sotasizlar? Ha. Voy bu. Ismingiz nima? Soliha. Soliha. Siznikichi? Afruza. Siznikichi? Imona. Imona. O. Ojon. Boshqatdan. Boshqatdan salomlashing. Oy, malades. Hammanglarni uylashaydimi? Bularniki nariga qo'ygan to'xta bizniki mana birinchi kat. Voy, zo'r ekan-a. Buniki bo'ladi. O'shada Namangancha gapiribdilar. Shaharda katta bo'lgan ekan-a, shaharcha gapirarkan bu qiz. U ojamoqchi. O'shada Namangancha gapiradi. Bilamiz. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Qanaqa zo'r joy. Bor bo'lsin. Qaranglar, mana shunday holatda ham non ketadi. Non 10 ming so'mdan juda zo'r qilib qo'yibdilar. Nonxonadan ham qaranglar. Propan gazda. Omatasanmi? Assalomu alaykum. Meni qadr qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hop, hurmatli obunachilar, biz Jamoshowga Xo'rozga kelgan joyimizda bugun. Bugungi efirimiz albatta ozgina bo'lsa ham hammamizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Hop, hurmatli obunachilar, Jamoshowga Xo'rozga kelingan edi. Hozirgi kunda Xudo xolasa Xo'rozga borsak, egalari yo'q ekan. Mana hozir Jamoshovdamiz. Qancha kilometr yo'l bosdi oshda? 40 bora? 40 kilometr. 40 kilometr yo'ldan keyin kelsa uylarda hech kim yo'q. Mana hozir qo'lto'g'ran qo'yib tushib, necha alam ustida haligi duxovka bayliqqa keldik. Albatta kirib duxovka bayliqqa juda zo'r deyishadi. Biz sizlarga o'shani ko'rsatib o'tay. Bahosini kommentariyada qoldirasizlar. Bir kirib o'zimiz mehmon qilmasa, hech kim mehmon qilmasa degan qadrdonlarim hali ketdi. Obunachilar, balig'i qishda yeyiladi deyishadi, ko'p aytishadi obunachilar. Qarang, mo'shnadan qarang ko'pligini. Ichkarida odam chot ekan. Juda ko'p ichkarida odamlar. Biz ham shu o'rinda keldik. Endi bu yerda oshnamiz she'rga kelganga yarasha shuna yeb ketaylik deyishdi. Mana bag'dag'ana hoka bilan kelganmiz. Oshnamiz bilan. Oshnamiz hozir hojatdalar. Hurmatli obunachilar, hozir kirib ko'rsataman. Albatta o'ta zo'r ekan. Oilaviy kelsa ham bo'ladi deyishdi. Endi sharoitda o'zi kirib o'rganamiz. Ammo haqiqatda bir marta bu yerdan olib borib dastavka qildirganimizda mazasi juda shirin ekan. Onaxon, otaxonlarga o'g'linsa juda ham zo'r bo'ladi degan maqsadda video qilyapmiz. Albatta oxirigacha ko'rib, like bosib, obunachilar. Joningiz sog' bo'lsin, endi ketdik. Obunachilar, mana qaranglar. Mana qanaqa istaga ekan, muzda joy. Joylari zo'r. Buni bag'da balig'lar ekan, qarang. Bu sazanmi oshda? Sazani ham bor, oq balig'i ham, ilon bosham bor. Ilon balig'. Ilon bosham bor ekan. U anu nima balig' nimadan qilishar ekan? Duxovkanikini, hali? Duxovka balig'i ko'proq oq balig'idan qilishadi. Oq balig'niki zo'r bo'ladi-da. Qulqoni kammi? Joylarni qarang. Duxovkadami? O, qarang. Qanaqaligidan bor?
Oqbaliq bo'lsa, Ha? oqbaliq sazon bor. Yo'q, oq balig'i filesi. Yarimga. Nima qilamiz, ana? Duxovka bor ekanmi? Duxovka bormi aka? Duxovkada. Bitta kattani olib qolamiz. Ashini bitta ko'raylik, ashini baqib olib kelingchi ustiga ashini. Hayda bor. Hurmatli obunachilar, mana duxovka balig'i bitta ko'ringlar. Duxovka balig'i qani o'zirga? Mashinaga qo'ysa bo'ladimi mashina? Bu nechta bu? Necha puli bu? Kelasi 50 mingdan, ha? Bu o'zi nechta bu edi bu? Necha pullik bu? 130 ming inshaalloh, 140 ming atrofida keladi. Hop. Buni dastavkasi ham qilaveramiz, ha? Bu nomerni aytib o'tsangiz bo'lar ekan. Nechi nomeringni? 93lik 971 971 1115. 1115. O'zbekiston ichiga dastavka bor. Ha, tasanno. O'ta zo'r. Bu nimada? O'tinni pishadimi? O'tinni issig'i baribir zo'rda endi, ha? Buni mazaligini siri nimada usta? Sir bo'lmasa. Sira mehrda, aka. Yaxshilab berish kerak-da, mehr, ha? Tasanno. Buni bir olib ketib o'yda ham bir baham ko'rsa bo'lar ekan. Ha, qarang. Hozir biz zakaz bersak qanchada pishadi endi usta? 10 minutda. 10 minutda pishadi. 10 minutda xohlasak, Tayyor bo'ladi. oldingizga kiradi. Pishiramiz. Shakaroblar ham bor ekan-da buni. Go'zalligini qarang, obunachilar. Voy. Tasanno. San'atga gap yo'q. Necha yildan shuni ichidasiz usta? 7-8 yil. 7-8 yildan bir baliq pishirib, ha? Sotiladi, ha? Ama gap yo'q. Biz ham Namangandan keldik-da. Boshlamimiz ishni başida duxovka balig'i zo'ri bor. Bir yegandik deb o'zi boshlab keldilar. Endi hozir xudo xolisa bu syomkadan keyin ko'p kishi keladi degan umiddamiz. San'atga gap yo'q, charchamanglar. Obunachilar qaranglar, eski uslubda albatta o'tinda talabga 100% javob beradigan darajada juda ham zo'r. Albatta kelinglar, chunki nima narsa yaxshi narsa bo'lsa, men sizlarga shuni ilinaman, chunki sizlar meni qadrdonimsizlar. Mana bu tayyor bo'lganimi endi bu? Bu pishdi bu, ha? Buni shuni qarang. Buni faqat yeyish kerak ekan, obunachilar. Qaranglar. Vaqtlab turishini. Buni necha pullik bo'ldi dedingiz, mana shu bitta listdagini? 130 ming atrofida chekarasiz. Mana arzon bo'lar ekanda, necha kilo endi bu yerda taxminan? 2 kilo 600. 2 kilo 600, ha? Malades. Duxovkada, mana shu duxovkada pishar ekan obunachilar. Onaxon otaxonlarga bemalol olib ketsa bo'lar ekan. Yosh bola ham yeridan darajada qilqini ajraydi bundan, ha? Shunday qoqqaningizda qiltiriq addinni, suyak addinni bo'ladi. Mushtar addinni bo'ladi. Masallo, gap yo'q usta. San'atga olma gapsiz yo'q. Chunki dong'i bizgacha yetib bordi-ku. Malades. Hurmatli obunachilar. Jo'ningdan bo'pti-ku, Jalolov. Qarang, obunachilar. O'zi ham faqat yo'q ichida pishibdi, uni qaranda mana. Yozgi kunida ham, issiq kunida ham yeyiladi. Ketaverar ekanda bu, ha. Yozgi kunida ham. Qani oga bu qanchadan bir bekil iste'mol qilasiz buni, oga? Ama esimdan yo'q, necha yil bo'lgan. Yo'q, 15 yil bo'ldi, ha. Lekin o'shandan bir bu joy bor. Oldin boshqacha edi. Voy, go'zalligini qarang, go'zalligini. Hurmatli obunachilar. Sizlar bundan ham yaxshisi arziydi olmasangiz. Sizlar bilan chekimli videolarimizni ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. O'zinglarga ehtiyot qiling. Boringlar.